Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va doimiy mijozlarimiz. Bugun hafta sonimizda ko'p mijozlarimiz so'rab turgan Malibularimizni qisqacha baholari bilan o'zlarini obzor etib ketamiz. Do'stlar, videomizni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lishdan chiqmasin, videomizni aksa like bosasiz. Endi men bu Malibularning bahasi bugungi kundagi bahosini aytaman. Balkim ertaga bahasi tushishi mumkin. Bir haftadan keyin yana tushishi mumkin. Aytib bo'lmaydi. Balkim qimmatlab ketishi mumkin. Shuning hisobiga hozir bugungi kundagi narxlar bilan qisqacha tanishtirib obzor etib beramiz. Esa videomizni boshlaymiz. Do'stlar, birinchi Malibumizdan boshlaymiz. Bugungi kundagi defitsit Malibulardan biri hisoblanadi. Malibu Premier. Чистый Premier'ning o'zi mashinamiz. Mashinamiz 100% rodnoy do'stlar. Bemalol kelib, kraskasini hammasini tekshirib, ko'rib olsangiz bo'ladi. Balonni yurttirsa, asosan zo'r. Salonni ichon tarafini ham ko'ramiz. Ichon qismi akkuratli holatda, eshiklarni ko'rib turibsizlar, eshiklar qilib qolmagan bir qo'l mashinamiz. Sidenlarni holatimiz zo'r. Chesi Premier'ning o'zi ikkilik emas. Ko'rib turganlaringizdek, akkuratli Malibu Premier. Endi do'stlar, bugungi kunda agar avtokredit olaman degan bo'lsangiz, to'g'ri salgina boshlang'ich to'lovi balandroq chiqishi mumkin, lekin oylik to'lov past chiqadi. Boshlang'ich to'lov past bo'lgan sayin oylik to'lov chekib boraveradi bu. O'sha salgina pullaringiz bo'lgan bo'lsa, ko'proq pul berib oylik to'lovni arzonroq chiqarsa bo'ladi mashinamizda. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Arka taraflar ham yine zo'r holatda. Xo'sh, endi mashinamizni do'stlar yurgani 59306 kilometr ekan. O'zini halol yurgani bemalol kelib bu probeg qaytarilmaganmi deb ko'p savol bo'lib turibdi. Kraskasini tishlagan. Kelasizlar, birdan xodimlarga qo'shib beramiz. Bemalol borib tekshirtirib, sizlarga ma'qul bo'lgandan keyin notariusdan keyin sanab bersangiz ham bo'ladi do'stlar. Malibu Premier narxi 345 million. Faqat naqd pul. Agar avtokredit bo'lgan bo'lsa, ustini kelishamiz do'stlar. 345 million 2023-yilda ishlab chiqarilgan Malibu Premier. Endi to'g'ri, kuzov 2022, lekin o'zi 23 da pasportda. Xo'sh, keyingi Malibu'miz esa XL 2023-yilda ishlab chiqarilgan Malibu'miz XL. Ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, Malibu'ning hollari menimcha Urganchda bir dona avtoshopda bo'lsa kerak, boshqa avtosalonda bunday jalli vibr yo'q. Salon qismini ko'rib o'tamiz. Siz ko'rishingiz mumkin. Bir qo'l mashina. Rodnoy paketlarida lyuk. Mashinamiz benzinda. Do'stlar, mashinamizning probegi o'zini halol yurgani 28000 kilometr yurgan. O'zlarimiz ham terib, olajak vaqtimizda tekshirib olamiz do'stlar. Tekshirib ko'rib olamiz. 28000 yurgan. Endi mashinamizning do'stlar kraskasi probeg aytib o'tganini tekshirtirib bemalol olaversak, narxini olgan bo'lsak, narxi 385 million. 385 million. Malibu Premier, Malibu XL. Endi Malibu Premier 2022-yilda ishlab chiqarilgan ekan mashinamiz. Bu mashinamiz ham 100% rodnoy do'stlar. Malibu Premier 50800 kilometr yurgan ekan, o'zini halol yurgan. 50800. Bu mijozlarimiz buni sotib berish uchun aytganlar. Agar kimda Malibu bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq sotsak bo'lsa, avtosalonimizga kelasizlar, qo'ldan kelgancha qimmatroq sotib beramiz. Sababi mashinamizga 300 million pul dikkandan keyin 350 million pul dikkandan kamida endi ko'rasizlar, 400-500 dollar qolmayincha foydalanmaydi olib sotarlar.
Xo'sh, endi narxini ayolgan bo'lsak, narxi 335 million. Buni kelishib beramiz do'stlar. Malibu Premier. Xo'sh. 204lik o'xshaydi bu mashinamiz. Atmosferniy motor ekan. Yil 18 mi? 18-yil. Puli benzinda ekan. 255 million bo'lsa bo'ladigan bu do'stlar. Naqd pul, avtokredit, barter, hamma narsa bor. Endi avtokredit masalasiga kelgan bo'lsak, ko'p savollar tushib turibdi. Avtokreditda faqat Xorazm viloyati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasini beramiz. Boshqa viloyatlar hozircha do'stlik yo'q. Ko'p mijozlarning telefoni qopib o'tirdilar. Chunki boshqa viloyatda yo'q deb, endi boshqa viloyatda hozircha do'stlik yo'q. Bank bermaydi. Xo'sh, Malibu Premier oppoq svetdan so'rab olganlar uchun avtosalonimizda boyni. Mashinamiz 100% rodnoy do'stlar. Bemalol kelasizlar, ishlasak, ko'rib olib haydab ketsangiz bo'ladi. Bir qo'l mashina. Chisi Premier o'zi. Premier. Bu Premierimizning narxi 305 milliondan sotib qo'yib turibdi. 305 kelishib beramiz, kelaverasizlar. Lekin probegini quloq solamiz. 29213 kilometr. O'ziniki, agar shundan 500 kilometrmi, 10 kilometrmi o'ynagan bo'lsa, mashinadan 10 ming dollar qatib beramiz. Kraska praskalarına javob. Malibu Premier oq svetdan so'rab olganlar uchun bu. Xo'sh, endi 1.5 turib bo'lsa, yo'qmi deb so'rab olganlar ham boyni. Salonimizni to'rini olib qo'yamiz. Xo'sh, mashinamiz 2019-yil, mashinamiz 1.5 turbo. Salon deydi. Bir qo'l mashina ham, yuklari bor. Chaqmasi tutgan mazza bor. Endi mashinamizning narxi 285 million kelishib beramiz. Benzinda 33 ming yurgan, balon o'rtacha Korotchi kelishib beramiz mana bu 285 dan kelishib beramiz. Sotish tartibi aytib o'tganimning naqd, barter, avtokredit, xohlasangiz nasiya savdo ham yo'l qo'yganmiz. Endi bugungi videomizda faqat Malibularimizni obzor etdik. Ko'p mijozlarimiz Malibu so'rab turibdilar, shuning hisobiga Malibu qo'yib berdik. To'da bir Malibumuz bor, shuni kuzatib ketaman. XL'ni 1000 km yurgani bor. Xo'sh. Yana do'stlar. Malibu XL 1000 km tutdi mashinamiz. İlk ekan. Narxi kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada shuni so'rasangizlar, Malibu 770 dan narxi necha so'm deb kommentariyada so'rasangizlar, javob beramiz. Xo'sh, keyingi Econox mashinalarimizni keyingi videolarimizda qo'yib boramiz. Hozir to'liq Malibu aytdik. Kimdan nechta savollar bo'lgan bo'lsa, biramiz ikkidan telefon nomer yozib qoldiramiz. Bemalol telefon turib murojaat qilsangiz bo'ladi. Hamma ma'lumotlar qo'llangancha beriladi. Hammalaringizni avtosalonimizda kutib qolamiz. Bemalol kelib xarid etib olsangiz bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosasizlar, videomizda agar baholar sal balandroq bo'lsa, yozsangiz qo'llangancha keyingi videolarda tushirishga harakat etamiz. Kanalimizga obuna bo'lsam, обязательно yerdan chiqmasin. Yangi zo'r videolar qo'yib boramiz. Videomizni shu bilan yakunlaymiz do'stlar.